osh berdilar. O'g'illari Aziz Palvonning o'g'li, Qurbonquljonlarning o'g'illari Qurbonnazar hamda Abdullohjonlarni sunnat to'ylari munosabati bilan 3 kundan beri osh beryaptilar. Mana bugun maydonga zot qo'yib sizlarni xursand qilish niyatlari bor. Haydanglar, davlatlari bundan-da ziyoda bo'lsin. Nabiralari yana ko'p bo'lsin. Shunaqa to'ylar Hasan bobga yana ko'p nasib qilsin deganlar mahkam bo'lib aylaverasizlar. Uzoq bo'lishiga qaramay, shu maydonda ko'p qari bo'ladi, tomosha qilaman deb kelgan. Mahkam bo'lib ayda. Hammani ham kuchi yetmaydi bu yoqqa kelishga, ayda mahkam bo'lib ayda. Jo'rabek amakalarining nomlaridan $50, Alijon amakalarining nomlaridan 1 elektropech savrin ekan. Chopmaylar, polmonlar chop. Davud Polvon mahkam bu Davudjon mahkam bu. Yaqin qoldi. Tayla keldi, Tayla. Rahmat, Davud Polvon mikrofonga keling, otni tanishtiring. Hozirgi $50 bir elektropechni Dinovolani eng yosh polvonlari, umidli polvonlaridan bo'lgan Davud Polvon, Chiroqchi Pansizdan Abror fermer akamizni Mubabbi laqabli otlari bilan halolladi. Bitta shu yosh polvonimizga qarsak bo'lsin. Rahmat. Hozirgi zotda yana jiyanimiz qaytaraman boynagi $50lik bir elektropechli zotni Denovoladan Davud Polvon, Parsiz, Chiroqchi Parsiz, Abror fermerni Mebappisi bilan halolladi. Hayda polvon. Zot aytaman, Matmondan Siroj Hojibovning nomlaridan $100. O'g'illari Husanjonning nomlaridan 1 sarka, ustiga Ustoz Sattorning nomlaridan 200 ming qo'shilib, jami $100, 200 ming 1 sarka. Somonga olib kelasan ayda mahkam bo'lib. Ustoz Sattor akamizning nomlaridan 200 ming so'mlik zotni ayda mahkam bo'lib, ayda polvon mahkam bu keldi Tayla. Sodiq polvon mikrofonga keling. Baxtiyor polvon. Hozirgi $100 bir sarka 200 ming so'mlik zotni Sorakdan Baxtiyor polvon, o'sha mashhur Nuriddin akamizni patron laqabli otlari bilan halolladi. Rahmat, qutlug' bo'lsin zotlar. 5-marra zotlari pastki marraga qarab ketyapti. 100 ming so'mlik zotni Sorakdan Baxtiyor polvon, G'ilonlik Nuriddin akamizni patron laqabli otlari bilan halolladi. 5-marra zotlarga aydaymiz. Mahkam bo'lib hayda. Hayda polvonjon hayda. Qoldi taka yerda. Qaytib haydaylar. O'sha zot bir uloq 500 ming somonga olib kelasan. Mahkam bu. Murod polvon, Minkuchar, Murod polvon mahkam bu. Tayla halol. Minkuchardan Murod polvon, Mirakilik Luqmonxon Eshonbo'mni Zalatoy laqabli otlari bilan bir uloq 500 ming so'mlik zotni halolladi. Rahmat polvon. Qaytaraman. Minkuchardan Murod polvon, Mirakilik Luqmonxon Eshonbo'mni Zalatoylari bilan 500 ming bir uloqqa halolladi.
6-chi marra zotlari. Hojibo markazga taylang. Mehmonlar uchun chiqarib tayla. Mehmonlar yaqinroq haydanglar, ishon boqulov bo'lsin zotlar. Taylang, Hojibo taylang o'sha yerga bo'ladi. Yig'ib taylang. Hayda, sog' polvon. Xondolat Hojiboning ko'k kaptari. O'zinikimi? Sotdingizmi? Bo'ldi, yangi xarid. Isoq polvon o'zini ko'k kaptar laqabloti bilan 500 mingni halolati ko'tarib bermang. Chiqarib tayla. Qo'lma-qo'l bo'lmasin, taylanglar, birinchi zot aytganim yo'q. Taylanglar, yerga tushsin. 700 ming, xohlagan tomoningga 20 metr ko'rsatasan. Mehmonlar, uzoqdan kelgan. Ko'rsatasanga chopgan mehmonlar haydanglar. Ko'rsatasan sizlar uchun bo'lyapti. Haydanglar, 700 ming so'm. Xohlagan tomoningga chiqarasan, ko'rsatasan 20 metr. Hayda Makka bo'lib hayda. Halilulloh Istomovning nomidan, ha? Halilulloh Istomovning nomidan shu maydonga yaqinda to'y qilib bergan Halilullohning nomidan 700 ming. Xohlagan tomoningga 20 metr. Toychilar uchun mana bu taka. Menga olib kelgani 200 ming zot oladi. Faqat toychilar, katta palvonlar qo'shilmaylar. Bo'ldi Yirbo. Toychilar menga olib kelgani 200 ming zotini oladi. Menga olib kelmasang hisobmas. Bo'ldi ke, takani olinglar, chopma toychi. Oling takani. Isoqjon olib kel Isoq. Ke, yaqinroq ke. Hayda o'sha zot, boynagi savrin bo'lgan 700 minglik zot, xohlagan tomoningga ko'rsatasan 20 metr. Bu takani menga olib kel. Bu yoqqa tiq. Sumaydan Shokir polvon ot. Asliddinxon Eshonbo'g'omni qochoq laqabli otlari bilan 200 ming so'mlik zotni alolladi, rahmat. Markazda turgan taka uchun